ikki xil inson kechagi og'ir mashg'ulotlardan so'ng uyg'onishmoqda. Mushaklarda og'riq bor, sariqdagi xursand. Og'riq bormi, demak mushaklar o'syapti va darhol zalga yo'l oladi. Ko'kdagi biladi, bu og'riq mushaklardagi mikro yirtilishlar tufayli paydo bo'ladi. Ayniqsa yangi mashqlar bajarganda yoki og'irlik oshirilgandan keyin yuzaga keladi. Sariqdagi yana zalda xuddi o'sha og'irliklar, xuddi o'sha to'liq charchashgacha mashq qiladi, ammo har bir takroriy harakat avvalgidan 2 barobar og'irroq tuyuladi. Ko'kdagi esa buning teskarisini qiladi. Og'irlikni 20% ga kamaytiradi va eng ko'p qila olishining 60% da ishlaydi. Diqqatini texnika, harakat amplitudasi va nazoratga qaratadi. Takrorlar orasida 60 soniya emas, 90 soniya dam oladi. Tana tiklanmaganligining asosiy belgisi og'riqning o'zi emas, balki kuchning pasayishi. Agar odatdagi og'irliklar birdan og'irroq sezilsa, tana hali to'liq tiklanmaganligining belgisidir. Ertasi kuni sariqdagi yigit butun tanasi og'riyotganidan shikoyat qiladi va mashq qilishni istamaydi. Ko'kdagi esa zalga qaytadi. Tetik, kuchli va tiklangan holda u kamroq mashq qiladi, ammo ko'proq natijaga erishadi. Ayrim insonlar uchun bu qoidalar to'g'ri kelmasligi mumkin. Qoidalar har kimning maqsadiga bog'liq.